Leksimiz davamlaştırmaya hürmetli vatandaşım. Oylamagan bir vaqtda Cungu iqtisad sahasida ajallik bir zarbaga uchraydi. Mavzula xabar 1-ayning 11-kuni Dovit orbitida e'lon qilindi va shu kuni Vanbit orbiti ko'chirildi. Xabar mundaq boshlanadi. Germaniya matbuotlari Jungo gumron bo'ladi nazariyasi ko'tarib chiqishga boshladi. Chunki nurg'unlagan krizislar bir davlat shatxo'ramlikqa tushganda tuyoqsiz portlagan deb hisoblashdi Germaniya matbuoti. Maqolada bunday ko'rsatildi. Krizis Jungoda sen o'ylab yetolmagan bir vaqtda yetib kelishi mumkin. Germaniya Ovoz 2018-yil 1-ayning 11-kuni maqola e'lon qilib, maqolada bunday ko'rsatdi. Jungoning pul muomala krizisiga duchor bo'lishi bu faqat vaqt masalasi. Maqolaning 5-ida bunday bir masala o'tirib qo'yildi. Jungoning yil nomisiga asoslansak bu yil 2018-yil it yili bo'ladi. Bu yil Jungo uchun aytganda pul muomala krizisi 100 beradigan bir yil bo'lib qoladi. Ya'ni 2018-yil Jungo uchun aytganda pul muomala krizisi 100 beradigan bir yil bo'lib qoladi. Germaniya Savdo gazeti yana bunday ko'rsatdi. Nurg'un kishilar bu masala to'g'risida aldirab bir narsa degandek his qiladi. Chunki Jungoning iqtisodi navbatda qadri ahvol bo'layotdi. Lekin fakt shuki, yangidan gullangan bir davlatning taraqqiy topgan davlatlarga qatoriga kiradigan bosog'idan atlab o'tadigan chog'da tarixda pul muomala krizisiga uchragan. Yo'q, kechiringlar. Pul muomala krizisiga uchramagan bir davlat yo'q. Jungoning iqtisod g'aroyibatlari odamni xushal qiladigan bir vaqtda tangpungliqni yo'qotish va xatarni divlinibla kayinda yetib keladi. Bu ahvol yaqin kelgusida Jungoni pul muomala krizisiga elib keladi. Dünya iqtisodiga nisbatan bu davlat Jungodan aytganda oqibat intayin qo'rqinchlidir. Dünya iqtisodiga nisbatan bu davlat Jungoga nisbatan aytganda oqibat intayin qo'rqinchlidir. Maqolada eng oxirida bunday ko'rsatildi. Gollandiyada 17-asrda yuz bergan krizis 20-asrning 30-yillarida iqtisodiy kasodchilik, yangi gullangan davlatlarning qarz krizisi, 2007-yil va 2008-yillarda yer shari bo'yicha yuz bergan krizis qatorliq pul muomala krizisining tarixi ko'rsatdiki, har qatim yuz bergan krizislar bir-biriga o'xshamaydi, sabablari o'xshashmaydi. Lekin bu krizislarning o'rtaqligi shu yerdiki, bu krizislarning hammasi degandek shatxo'ramlik, tantana ichida o'ylamagan bir chaqda yuz bergan krizislar. Avtor tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Jungoning dunyo bo'yicha eng jonliq, tetik, lekin eng qabohatli bozor iqtisodi bor. Agar Jungoning uy imorat mag'zipi yemiriladigan bo'lsa, qarzni qaytarishga chorasiz qoladi. 40 yillardan beriki eng og'ir kasodchilikqa duchor bo'ladi. Milyonlagan jungoliklar ishsiz va aqalli turmush kapolatidan ayrilib qoladi. Undaqda Jungoda qandaq bir ahvol yuz berdi? Jungoda Şu vaqtda yuz bergan pul muomala krizisi butun dunyo iqtisodiga nima olib keladi? Jungoda shu vaqtda yuz bergan pul muomala krizisi butun dunyo iqtisodiga nimalarni olib keladi? Avtor 2015-yoz 2016-yilning 5-ida Jungoda yuz bergan pul muomala bozoridagi tavrashni misol keltirib bunday ko'rsatdi. Jungoda yuz bergan krizisning yer shari pul muomala bozoriga qanday keskin ta'sir ko'rsatadiganligi to'g'risida to'xtalib o'tdi.
Germaniya İqtisad Tadqiqat Orni DIW-ning boshlig'i bo'lgan Abdur o'zibla mundaq ko'rsatdi. Növbətdə nurgulluğan alametler görsətdi ki, Cüngo'da pul muamele krizisi dünya iktisadının muqim terakki qilishig'a eğer ta'sir ko'rsatdi. Krizisning yuz berishi bir-biriga o'xshashmaydi. Mo'lcharlash qiyin. Nurg'un omillar shuni ko'rsatdiki, Cüngo eng oxiri bir qatimliq pul muamele krizisini boshdan kechirdi. Belki bu gün tezda vaqt işini yetip geliyor. Dünya iqtisadiga, bolup mu Cüngo iqtisadiga tayinipli qalgan Germaniya üçün aytqanda, bunun ta'siri belki biz tasavvur qilgandimmi? Eğer yüz berdi.